Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan umumiy mehr market qanaqa ishlaydi, qaysi qism nima vazifa bajarish haqida to'liq ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib ko'radigan qismimiz bu do'kon, ya'ni bu yerdan istalgan mahsulot sotib olishingiz mumkin. Tepada qidiruv bo'limi bor. Istalgan mahsulotni qidirib topishingiz mumkin. Tagidagi kategoriyalar orqali ham filtr qilib olishingiz mumkin. Ya'ni faqat ayollar uchun mahsulotlar yoki bolalar uchun yoki faqat erkaklar uchun mahsulotni chiqarib olishingiz mumkin. Bu yerda mahsulotlar turadi. Bu tarafda esa kategoriyalar. Bularning hammasi filtrlash, ya'ni o'zingizga kerakli mahsulotni minglagan mahsulotlar ichidan topishingizni osonlashtiradigan qism. Endi mahsulotga tegishli to'liq ma'lumotni ko'rishimiz mumkin. Holati, o'lchami, brendi pastroqqa tushadigan bo'lsak, qo'shimcha ma'lumotlar bilan to'ldirilgan ishonchlilik tekshiruvi, o'lchov, yetkazib berish holati, qaytarish siyosatlari haqida to'liq ma'lumotlar ko'rsatilgan. Agar sotib olishni bosadigan bo'lsa, sizda ikkita tanlov chiqadi: yetkazib berish yoki o'zim olib ketaman. Agar o'zim olib ketamanni bossangiz, siz mahsulot sotib olganingizdan keyin sizga ombor joylashuvi beriladi va sotib olgan mahsulotingizni bemalol borib o'sha ombordan olib ketishingiz mumkin. Agar yetkazib berish xizmatini bosadigan bo'lsangiz, sizdan joylashuv kirishingizni so'raydi. To'lovga o'tganingizda umumiy ma'lumot va ikki xil to'lov uslubi bor. Xohlasangiz Payme orqali to'lashingiz mumkin, xohlasangiz Click orqali to'lashingiz mumkin. To'lov qilib bo'lgandan keyin, agar yetkazib berish orqali olgan bo'lsangiz, kurerlarimiz bir kun ichida sizga mahsulot yetkazib berishadi. Agar o'zim olib ketaman degan bo'lsangiz, sizga xabar orqali ombor joylashuv yuboriladi, bemalol kelib istalgan vaqtda olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Sizda holati juda yaxshi, sotishingiz mumkin bo'lgan kiyim bor. Tasavvur qiling va o'shani siz sotmoqchisiz. O'shanda shu bo'limga o'tasiz va bu yerda ikkita xizmat bor. Bittasi o'zim sotaman, bittasi mehr xizmat. Agar o'zingiz sotadigan bo'lsangiz, biz mahsulotni faqat marketplace ga joylaymiz va sotib beramiz. Yetkazib berish, uni tozaligi, rasmga olish va ko'plab ishlarni hammasini o'zingiz qilasiz. Ya'ni kimdir sizni mahsulotingizni sotib olsa, unga yetkazib berish ham sizning bo'yningizda bo'ladi. Bu variantning ustunlik tarafi, siz mahsulotga o'zingiz mustaqil narx belgilab sotishingiz mumkin. Misol, sizni mahsulotingizga umumiy 35 ming narx beradigan bo'lsangiz, 10 ming biz sotib berganimiz uchun va 4% soliq, ya'ni umumiy narxdan 4% 1800 so'm tushib qoladi. Umumiy marketplace ga mahsulotingiz 46800 so'm bo'lib chiqadi agar 35 mingda sotsangiz. Ikkinchi variantimiz mehr xizmat, ya'ni bu yerda hamma ishni biz bajaramiz. Ya'ni siz kiyim sotish uchun e'lon qoldirasiz, biz borib uni olib kelamiz, tozaligiga biz kafolat beramiz, suratga olamiz, mahsulotga tegishli qo'shimcha ma'lumotlarni kiritamiz. Bu yerda narxni biz belgilaymiz, ya'ni mahsulotni olib kelib, ko'rib, sifati, holati, bozordagi narxlar bilan taqqoslab, narxni belgilaymiz va umumiy narxdan sizga 50 yoki 70% tashlab beriladi. 30 yoki 50% bizga qoladi. Pastda nimalarni qabul qilamiz va nimalar do'konga chiqmasligi haqida ham ko'rsatilgan. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda o'sha sotish katalogi, ya'ni siz kiyimingizni sotmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerdan to'liq ma'lumotlarni kiritib e'lon berasiz. Bu yerda sotuvchining ismi, telefon raqami, bu yerda sotish uslubi, ya'ni mehr xizmati yoki o'zim sotaman ko'rishingiz mumkin. Agar o'zim sotamanni tanlasangiz, sizga bevosita narx kiritish imkonini beradi. Agar biz narxni 100 ming qiladigan bo'lsak, do'konga bu mahsulot 114 so'm bo'lib chiqadi. Agar o'zim sotaman deydigan bo'lsangiz, pastroqqa tushsak, qo'shimcha ma'lumotlarni ham siz kiritishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni umumiy hamma datani o'zingiz kiritib berasiz. Agar biz shuni mehr xizmati qiladigan bo'lsak, ya'ni adminlar ko'rganda bu mahsulot ikkinchi marta ishlatishga yaroqli yoki yaroqsiz ekanini aniqlash uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni to'ldirasiz va e'lon yuborasiz. Adminlar uni ko'rib chiqishadi va agar o'zim sotaman uslubida sotgan bo'lsangiz, marketplace ga chiqadi. Agar mehr xizmati orqali sotgan bo'lsangiz, sizni kurerlar borib sizdan mahsulotni olib kelishadi va u haqdagi qo'shimcha ma'lumotlarni adminlar kiritib, keyin marketplace ga chiqadi. Uchinchi bo'lim bu kabinetim. Bu yerda siz sotib olgan mahsulotingiz, sotganingiz, umumiy qilgan daromadingiz va feedback qismi bor. Xaridlarda siz sotib olgan buyurtmalar turadi. Sotuvlarda esa siz sotgan buyurtmalar. Kim oldi, yetkazib berildimi yo'qmi, shu haqida ma'lumotlar turadi. Hisobda siz sotgan mahsulotlarda qaysinisi uchun pul to'landi va sizning hisobingizga tashlab berildi, shular turadi. Feedback qismi eng muhimi, ya'ni agar sizda shu tizim bo'yicha, mehr market ishlashi bo'yicha yoki qanaqadir taklifingiz, e'tirozingiz bo'lsa, bemalol shu yerdan yozib yuborishingiz mumkin. Buni adminlar albatta ko'rib chiqib, muammoni bartaraf qilishga harakat qilishadi.